Endi uy qurish ham shart emas. 1900 dollarga bir xonali uy tayyor bo'lyapti ekan. Buni afzal tomoni umuman buzilmaydi, sinosga tushmaydi. Shuni olib borib o'rnatadigan bo'lsangiz, 100% patkiruvchi holatda tayyor qilib berilgan bo'ladi. Dekor plaslar qilingan, 100% utepleniya qilingan, akfa eshik romlarini yaxshisidan qo'yilgan bo'ladi. Oyoq tagiga gilomlarigacha solib beriladigandan bo'ladi. Eshiklari ham original pishiqdan bo'ladi. Ichkarini ko'rsatayim. Mana shu yerda dush kabina bo'ladi akalar. Xuddi shu joyda sanuzeli bo'ladi, 50 talik aristoni bo'ladi, dushovoyi, rakovinasi, hammasi unitazlarigacha bo'ladi akalar. 1900 dollarga dushovoy kabinasi yo'g'i bo'ladi. Dushovoy kabinasi bo'ladi desa 2300 dollarga. Bu 6 metrli konteynerga qilingan. Xuddi shunaqa 12 metrli konteynerga ham qilib berishaveradi. 12 metrli konteynerga qilinadigan bo'lsa akalar 3400 dollardan boshlab bu yoqqa qarab ketaveradi. Bu 2 xonali bo'ladi. O'rtasida koridor bo'ladi 2 metrli. Pastda raqamlar bor akalar. Vodiy bo'ylab dastavkalar mutlaqo tekin bo'ladi. Toshkent vohalariga kelishilgan holatda bittadan like bosib qo'yasizlar.